Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 2026-yil 11-may sanasi. Xo'p, bugun uyda turgan arilarim haqida ozgina video olmoqchi edim. Arilar bu yerdagi oylar hammasi 20-aprel sanasida bo'lingan. Bo'lingandan keyin arilar qay holatda ishlayapti, shu haqida ozgina video olmoqchi edim. Xo'p, bu yerda asosan karnika zinger, bitta ikkita boshqa karnikani liniyalaridan ham bor. Hozir eng zo'r ishlayotgani shu karnika zinger bo'lib turibdi. Shu meni arzorimda. Endi qolganlarda bilmadim. Mana arni ishlagan holati. Asal rosa olib keldi. Hozir ozgina pastlab qoldi, lekin mana ko'rishlari mumkin. Oxirgi ramkalarda ham ishirib anchagina asali bor. Mana shu oxirgi ramkasi bir 3-4 kilodan asali bor. Qolganlarida ham 1 kilo, 1,5 kilo bo'lsa, mana yaziklariga ham asal quyib ancha yeb qo'ygan. Yana bitta mana eda arzorimdagi eng kuchli oilam desam ham bo'laveradi. Endi bunaqalari yana bor. Eng kuchlilaridan bittasi. Bu ham karnika zinger F1 o'tgan yilga 2025-yilda chiqqan matka. O'tgan yil ham yaxshi ishlagan. Mana bu yil bahorda 11 ramkaga chiqqanida 11 ramkadan 6 ramka bo'lib olindi. Bo'lib olingandan keyingi holati mana 5 ta mumparda ishlab yana 10 ramkaga chiqib oldi. 11-may sanasiga. Arimizda umuman rasxod qilingani yo'q. Mana karimushka shunchaki turibdi. Mana oqartirayotganini o'zlaring bilsalaring bo'laveradi. Agar qiyom berilsa bunaqa oqartirmaydi ari hech qachon. Qiyom ko'p berilgani bilan ari oqartirmasdan ramkasiga bosib tashlaydi, lekin bunaqa mana ramkaga qoraytirib bosadi, bunaqa oqartirmaydi agar qiyom berib shunchalik qilinadigan bo'lsa agar. Qiyom berilgani yo'q. Tashqaridan olib kelib turgan bo'lsa, ortiqcha rasxod qilishda nima kerak bor? Mana oilamiz haqida ham bitta qo'shimcha qilib ketay. Mana shu oilamiz 2024-yilda chiqqan matka. Bu karnika Peshets. O'tgan yil ham yaxshi ishlaganligi uchun mana bu yil onasini almashtirmoqchi edim, lekin ko'zim qiymayapti. Chunki yaxshi ishlayapti. Mana 3 ta mumparda to'qidi. Mana o'sha oxirgi qo'yilgan ramkaga endi tuxum qo'yadi. Qolgan hammasi tuxum bor. Asali ham anchagina yetarli. Bunga ham ovqat berilgani yo'q. Shu orada bir hali yomg'ir yog'ib, sovuq bo'lganda 1-2 marta berilgan, shu bo'yi turibdi. Xo'p. Mana eda karnika har doim ko'rsatadigan karnika zinger F0 oilam ham yaxshigina ishlab qo'ydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Anchagina oqartirib, asalni olsa bo'ladigan holatda qisqasi. Bu ham bo'lingandan keyingi holati. Mana 2 ta mumparda to'qibdi. Matka juda ham zo'r ishlayapti. Shu matkamizda qizlaridan bor. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Qizlaridan bor. 45 ta atrofida shu karnika zingerda F1 qizlaridan bor. Tayyor urchigan, tuxum qo'yyapti. Manzil Namangan viloyati Norin tumani. Kimgadir kerak bo'lsa, dastavka qilib berishim mumkin. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda. Shunaqa holat hozir o'sha sotmoqchi bo'lgan matkalarimni bir ikkitasini ko'rsatib o'taman. Narigi hovlimizda kichkina mini nukleusda turibdi u arilar. Ularning sifatini kafolatlashim mumkin. Matkalar yirikligi juda ham yaxshi, g'umbaklari sifatli yetishtirilgan. Juda yaxshi holatda. Mana mini nukleus parkimizga ham o'tib oldim. Mana shu mini nukleuslarda ko'pida matka bor. Mana belgi qo'yib qo'yganman. Mana kessak bunda matka yo'q. Qolganlarida urchigan har xil matkalar bor. Mana bu tarafda ham bor. Xo'p. Endi bundan bir ikkita ko'rsatib o'tsam. Mana
Kichkina oilachamiz. Mana matkamiz. Matkamiz juda ham yirik, zabardast. Mana tuxumlarni juda ham chiroyli qilib qo'yyapti. Mana rasplodlarni ham ko'rishlari mumkin. Chiroyli qilib yopib qo'ygan. O'sha chiqishga ham kelib qolibdi rasplodi. Bu matkamizni tuxumga kirganiga bir 10-15 kun bo'lib qolibdi. Mana yana bitta matkamiz. Bu oilada ham tayyor matka bor ekan. Mana matkamizni yirikligi, tuxum qo'yishi juda ham yaxshi. Ikkinchi ramkasini ham orqa tarafiga anchagina qo'yib qo'yibdi. Mana rasplodlar yopilib, matka tayyor. Katta oilaga qo'yib ishlatishga. Bu matkalar nima uchun zingirga ko'proq qiziqayotganimning sababi o'tgan yili bular juda ham yaxshi natija ko'rsatgan. Zaharga tushishiga qaramasdan juda ham yaxshi ishladi. Mana hozirgi holatini ham ko'rdilaring. Asalni anchagina yig'ib qo'ydi. Shuning uchun ko'pchilikka tavsiya qilaman. Bu karnika zingir ko'proq tuxum qo'yadi, asalni ko'p yig'adi. Shuning uchun ko'pchilikka tavsiya qila olaman. Bemalol sinovdan o'tganda chunki bular. Yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Sottor ari, masalan, karnikani liniyalari bilan oddiy haligi mesniy ari, ko'pchilik mesniy deydi-yu, hali o'zidan chiqqan arilarni farqini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shu oilamizda men bahorda birovdan sotib olgan edim. Uni videosini qo'yganman, agar kimdir ko'rgan bo'lsa, o'shanda 300 mingdan olingan edi, 3 ramka ari. Bular ham yomon emas. 7-8 ramkaga chiqdi. Bo'lindi. Bo'lingandan keyin ham jira bir mumparda to'qiy olgani yo'q. Hozir 5 ramkada ekan. Xo'p. Mana qaranglar. Bunda bir oqartirish, unga o'xshagan narsa umuman yo'q. Bir tashqaridan ko'proq asal olib kelish, tuxum qo'yaveradi, lekin asal yaxshi olib kelmaydi bular. Faqat shakar beriladi, shu bilan tirikchilik qilib yuraveradi bular. Asal sezonida ham uncha olib keladi, lekin u masalan zotdor arini natijasini hech qachon bera olmaydi bu ari. Shunga qarata ish qilsa hammaning hosili zo'r bo'ladi. Mana uni ko'ringlar-u. Mana F0 qizlarini mana zingirlari ko'ringlar. Bular mana qanchagina ovqati bor. Bularda rasvod kamda, qiynalmaysiz. Eng yaxshi tarafi qiynalmaysiz, keyin rasvod kam qiladi, ro'yga o'tirmaydi. Juda ham kamdan kam holatda toza F0 bolasi bo'lsa, qizi juda ham kamdan kam holatda ro'yga o'tiradi. Bo'lmasam ishlab turaveradi. Issiqmi, boshqami, farqi yo'q bularga. Bir xilda tuxum qo'yib ishlab turaveradi. Ko'pchilik qiynaladi, arilar hozirgi kunda ayniqsa tabiatda ish ancha kamayib qoldi. Ro'yga chiqib ketyapti arilarim, nima qilsam bo'ladi? Buni eng yaxshi yo'li shu bahorda matkalarni almashtirish kerak. Almashtirib, toza, kuchli matkalardan qo'yish kerak. O'shanda qiynalmaysiz. Umuman ari boqib, maza qilsangiz bo'laveradi-da. Shunaqa gaplar. Bu arilarimizni shu biror haftaning ichida boshqa joyga ko'chiriladi. Cho'lga olib ketamiz. Hozir bizda o'sha tabiatda pashti bir gullar qolmadi. Endi bularni bu yerda obod uraverishni umuman keragi yo'q. Gullar ko'p joyga olib borilsa, bular yana mumpardani ko'proq to'qib, ko'proq tuxum qo'yib tursa, yaxshi asal olamiz, xudo xolasa. E'tiborlaring uchun rahmat. Agar kimgadir matka kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Namangan viloyati Norin tumani. Telefon raqamim 99lik 934 28 15.
Ismim Azizbek. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Shu Karnika Zinger F0 qizlaridan bir 45 tacha atrofida bor. Tuxum qo'yib turgani. Narxi 100 ming so'mdan. 100 ming so'm o'ylab qaraydigan bo'lsak, 1 kilo asalni ham pul emas. 1 kilo asal ham 120 ming, 130 ming sotildi o'tgan yili biz tarafda. 100 ming o'rtacha. Sotayotganlar 150 ming, 120 ming, 70 ming, 80 mingdan ham sotyapti. Lekin endi masalan men o'zimni matkamga garantiya beraman, qolganlarnikini bilmadim, to'g'risi gap. Sinovdan o'tgan, sifati yaxshi. Xo'p, e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammani ham arlari zo'r rivojlanib, ko'p asal olishi nasib qilsin.